Assalomu alaykum, hurmatli Suzak News kanali ko'ruvchilari. Bugun 21-iyul qarata aqcha almashtiruv bog'lari bilan tanishib o'tamiz. Tanimcha sizlar bizga qatalib, yana like bosishni unutmangiz. Buyursa yaxshi xabarlar tugasizlar. Bu joqda dollar 83, rubl 1.40. Bakay Bank. Bank Aziyada dollar 80.50, rubl 1.40. Doskredo Bank dollar 80.50, rubl 1.40. Finka Bank dollar 82.50, rubl 1.40. Suzak valyuta aqcha almashtiruv bog'lari dollar 83.2, rubl 1.39, O'zbek so'm 0.7 tiyin. Qirg'iziston bankda dollar 80.50, rubl 1.40. Bank kompanion menen kapital aqcha almashtiruv bog'larini ko'rib olingizlar. Sizler menen Suzak News kanalı oldu. Bizning kanaldan alışsanızlar, bizde katalığını unutmayınız. Barınızlarga assalomu alaykum.